Assalomu alaykum savodashlar. Alaykum assalom. Biz endi mush navbatdagi rasmdagi batga o'xshaydigan batdan birini chizib chiqadi. Endi men sol taraf bo'lsa bu torbatninki oldi bat, ya'ni bosh bat ko'rinishi. O'ng tarafdagisi ma'lum bir torbatninki torbatning ma'lum bir tur beti. Ya'ni xabar bat, xabar batninki. Buningdan eng ustidagi ma'lumotga Mayaga. Torbatninki rasm chiqdi. Falan bugun xabar to'g'ri degandek-chi. Astaga boshbat, Şinjan xabarlari, mamlakat xabarlari, xalqaro xabarlar, fan texnik xabarlari, boshqa xabarlar degandek o'xshash mustaqil xabar turlari bor bu yerda. Tushundingizmi? Andan keyin 3-qurg'on. Xatmida meni qarshi ko'ziga yoki bir o'qituvchi chiqqansak bo'ldi. Endi 4-qur bu o'ringa tavsiya qilingan rasm chiqdi. Navbatdagi mas'uldagi o'ringa eng yeni yo'llangan xabarlar chiqdi. An aslidagi ma'lumot bo'lsa, ya'ni ma'lumotni biz mush bir qurning ichiga ya'ni jadvalni birinchisi bir qur, ikki stol jadvalni birinchisi chiqaramiz. Tushundingizmi? Ana aslanqa maya bo'lsa, shuna doirning modarin o'zi bu bir qat'ning ichida. Lekin ma kulrang ya, maya hammasi bir jadval bo'ldi. Bu bir qat'ning ichiga jadvalni yana birinchisi chiqamiz. Ya'ni 2 qur, 2 qur, 2 son shaklda. Bu navbatdagi mushu xabar turininki tavsiya qilingan yoki mush eng yeni yo'llangan rasmiy xabar bo'ldi. Ana bu bo'lsa eng yeni yo'llangan xat xabarlar bo'ldi. Yoki xabar rasmlari mavzusi xatlik yozilgan xabarlar. Andan keyin aslida bir pach e'lon qilsangiz bo'ladi yoki boshqa qilsangiz bo'ladi. Eng asosiysi bor huquq o'zak mutavat degandek mazmunlar shunaqa. Bundan bo'lsa oldin bilan biz mush boshbat nisib chiqadi. Hamda biz xatodan ichib oldik. İçib olgandan keyin bu maya tursin. Mushtalar ishlaymiz buni. Tushundingizmi? Avval HTML qiymatini yozildi. Barliq torbatninki yo'linishi dir yana. Onu mashinasini. Ma yozib qilib qo'yinglar. Ana men xiyotni ichigan torbatninki qiymatini yozdilar. Shu yozganchadan maqsaddan ma'lumotni eskarish kerak. Hozir torbatninki boshqasini hammasi so'zlab bo'lgancha mayani. Boshqasini 5-darsi bormi sizda? Bor. Ashin ko'ring. Mayan so'zlab bo'lganmi bolalar, ha? Content'tan bu torbatning boshqasini tafsil etish. Yo'q. Bu yerda men contentniki matn aytildi, masha deyildi. Tushundingizmi? Men tiklik pesh bilan qo'shikni farqi bor. Tiklik pesh bo'lsa, bir qiymatning keyinda yana bir qiymat bor degan. Qo'shik bo'lsa, mush qo'shikning oldiki mazmunniki qiymati qo'shikning keyindiki bo'ldi. Yani intil xabar to'g'riga qo'ydik mana. Xo'sh, ana buni bir qism saqlay. Stel yuzga intil nevstab. Buning benmasi UTF shaklida hujjatning ismi
lekin ishimiz olsun ha. Hamda barliq mazmun o'tir to'g'ri shunday qo'y. Ma bodyga qimmat bodyning qimmati beradilar. Erdan arlig'ini nol bo'lsin. Yani üst taraf arlig'i. Left margin sol taraf arlig'i nol bo'lsin. O'ng taraf arlig'i nol bo'lsin. Alt taraf arlig'i nol bo'lsin. Endi yana bodyning ichiga qanaqa mazmun o'tir kelsin ha. Bu yerga boshlab ketdik table'ni sizishni. Avval cho'ng bir jadvalni birinchi bo'limiz jadval 1 2 3 4 5 6 7 qurol shuna qo'y. Siz yaqinda bilan boshlagan ekansiz cho'qim yeb ketib, uning keyin ichki mazmun yozing. Tushundingizmi? Bo'lmasa, yepishni unutib qolsangiz qilib qo'yaverib ko'zingiz. Shuni bir masala topolmay, bir mo'jiyani qaytadan yozdigan yoki vaqt hisobchi kelib chiqadi. Endi biz quriniz bo'ldi. Boshni kuchib jo'lay, ha? Ama bir qurulg'a 2 qur, 3 qur, 4 qur, 5 qur, 6 qur. Yani 1 2 3 4 5 6 qur. Yana qo'lim 7 qur bo'ldi. Anondan keyin men managa, men kuch olayam. Mega. Yana. Mayda mashaq qo'yay, ha? Mazmunun ki boşluğunu çek olsun. Bu yerga table. Mana ko'rsam bermasang bo'ladi. Table, ichki table'niki bordersi tang. Bir bo'lsin. Kamiga tang 100% bo'lsin. Egizligini bermasakmi? Egizligini berib qo'ydi, ha? TR demek ma işi bir tacıda bittiği bu bir soluq hazır. Bunu biz 1 2 3 4 5 6 Çakarak bakılma. Tutun meyaz bakılma. Başbat Şinjan haberleri memleket mesela Şinjan haberini yazsak Şinjan memleket xalqaro fan texnika yoki texnikada yozib qo'yaylik mana texnika tarbiya ma'arif iqtisod shuni mana shu oldi 1 2 3 4 5 6 7 8 oldimi? Mush bo'lsinmi? Unda Osmon past tashlab qo'ydilar, ha? Buni talab oldik, ko'chirdik, chopdik. 2 3 4 5 6 7 8 malani o'chirib turay. Avval men mushningki qiymatini belgilay. Barlig'imizning o'tir to'g'rini tushunami? 1 2 3 4 5 6 7 8 yani bunaqa baş bet Şinjan memleket xalqaro iqtisod tarbiya texnika inimkatda ma'rifa
Ma'arif. Endi yana bir narsa kam bunda. Ma body'sida. Umum bet mazmuninki xatninki nusxasini to'g'riladigan shunaqa. Mush body tana ichildi, ma tana yepildi. Mush tanan ichiga yozmayapmi ayaga? Boshliq style tan mana ichiga font family UKG tuz ton. Bo'ldi. Demak ma bitdi. Ma deymani an buni igingiz qo'yaymi maniki. Majadolniki. Igiziga 50 bo'lsin. Lekin mayl bir masala bor. Maqalalar, materialni yozdim hozir. Bu birinchi qurish ekan hozir. Men buni kesib olib, ma table'ni ichiga birinchi qur. Ikkinchi qura olaman. Qancha olib beray? Men ko'chirib oldim. Ma'rifatga chiqsin. Torbatiga nima yozsa, chiroq chiqdi deymasi. Ana birinchi qurgan nima yozaman? Bu yerga men bir narsa yozmasam, faqatlam rasm qisib bo'lsam bo'ladi. Tushundingizmi? Unda olsa buningki ma TR-ga buni igizini belib berayman. Buning TR igizini belib bersam bo'ladi yoki bo'lmasa rasm qisib bersam, rasmning igizi kengini belib bersam, avtomatik belib ketadi. Rasm o'zi jadvalni avtomatik kengayadi. Men jadvalni kim qurning igizini belib bersam, rasmniki igizi belgilansam, rasm o'zi kengaytib yor jadvalni. Tushundingizmi? Shunda olsa mana bu kengayib qo'yay.